Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İslam Biz programımızın 146. saniyy görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz hemen ma'lum bolgandek bir qancha yıldan buyan üzlüksüz halatda devam kılıvatkan bu programımızda her bir Müslüman Kur'an, sünnet nuru aslida tushunish kerak bo'lgan xilma-xil temalarni ayrim mavzuga şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün bu şunun cümlesini huzurlarına oturup tutunugen e'lonimizni bergandek intayin muhim bir temanın başlangıcı bugün elbette İslam ve ayollar aldığımızdaki bir qancha bölümde bu haqda to'xtalishga tirishimiz inşallah. Elbette ilgirki sallarımızda növbeti kelganda har xil temalarning ichida dinimizningki ayollarga ayollik munosabati bo'lsin, qizlarimizga bo'lsin, buning qanday qaraydiganligini o'z navbatida to'xtalib o'tgan bo'ldik. Bundan keyin inşallah bu temani texmi tafsili holatda to'xtalishga tirishimiz. Programımızın daimlik mehmeni hammalar tanışıp olan hürmetli Ustaz Şarkı Türkistan Ülemalar Birliği şunakla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari'nin teklif kıldığı kıymetli vaktin çıkarıp kadem teşrif kıldığı için köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Nah Meydan'dan tarihli vatıda ekranlarda çıkıp durvatkan numarımız şunakla içtimai fikir vasıtlarındaki alaka vasıtlarımız arkalık programımızga alakadar har qanday fikir teklif bolsa, berişanlarni, suallarni bolsa, soruşanlarni şundaqla köplegan xeyir nashrımızın foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Her daim deb kelayotganimizdek bu so'zlangan har bir temani Rabbim to'g'ri shaklda tushunib hayatımızda şunun ruhi bo'yicha yashash ne'matini ato qilishini to'g'richilik bilan so'rab kelyapmiz. Va bu boshqalarga ham bahrlash tarqatishni ham nurg'unlagan bizlarga dinimizning ta'limoti bo'yicha biz bilgandek intayin manfaatli yaxshi ishni qilishga vosita bo'lgan bilamiz. Bunga diqqat qilishinglarni, diqqat qilishimizni umid qilaman ko'rmalarimizni. Albatta bu tema islom va ayollar. Men ilgirki o'zim shu ayollar haqidagi mayli ayollik turmushidagi masalalarni bir qancha bilim to'xtaldik ilgari. Bu temada to'xtalgan vaqtimizda ba'zi ijtimoiy fikr vositasidagi inkaslarga qarasa, albatta jamiyatimizda o'sha dinni to'g'ri shaklda tushunmaganlikning natijasida hattoki programmaning to'liq bo'limini nima deyapti buni anglamasdan mavzusi qarablam yana shu ayollarning ko'zi kirish yo'llanlarmi u bu degandek ba'zi bir inkaslar insonni ichindirdi. Balkim bu bugungi temamizmi ve aldığımızdaki bir qancha bölümde davamlaştırdıgan mavzularımız. Yani şu ayollarga kirib oldi bu Müslümanlar yoki şu dindarlar u bu degandek albatta uchrashimiz mumkin. Lekin kashki ashular insonni ichindirdi. Balkim feministlarning ochiq kelishi mumkin buni lekin mushular shu kashki shu so'zlarni bir chidab turib shu har bir mavzuni anglagan bo'lsa o'zining anglamay turib yozgan inkaslarga pushaymon qilishi mumkin deydi. Shunda umid qilamiz Rabbim inshaalloh har bir xalqimizning har bir a'zosiga hammamizga to'g'ri bir yo'lni to'g'ri shaklda ko'rib, uningga loyiq ravishda yashashni Rabbimiz hammamizga nasib qilsin deb tilaymiz. Undaqda programmamizni boshlab ketsak, hurmatli ustoz, oldi bilan islom ayollarga qanday qaraydi degan savoldan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'a hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam'da er olsun, ayal olsun o'xshash derecede ishkilisi hürmet giyiga. Ermi hürmet giyiga, ayal mı o'xshash derecede hürmet giyiga. Ve laqad karramna bani Adem dedi Allah Teala. Biz insan balısını er olsun, ayal olsun hürmet qilib yarattık dedi. Hürmetki sazavor dedi. Bu itiqat meselesi bizga. Ayalni töben ko'rdigan yoki uning e'tibori erlarga o'xshash yo'q deb qaraydigan yoki g'arb dunyosiga o'xshash ayollar shaytonti yoki butun xatolikning manbasi deydigan u xil ko'z qarash, u xil tasavvur islomda yo'q. Xo'sh. Islomda er olsun, ayol olsun Allohning izbosar vakillari. Inni xoliqun fil arz. Inni xoliqun yoki boshqa bir oyatda alsa va ansha'akum minal arz va sta'marakum fiha. Allah insanların er olsun, ayal olsun ilahi ko'rsatmaning taqazzası boyunca zeminni avat qilish, zeminni gullantirish Allah'ın izbosar vakili bo'lish uchun yaratdim deydi. İslam er olsun, ayal olsun yaratılış cihette
mas'uliyat jihatda qanining hurmati, aqlining hurmati, izzat sharafining hurmati jihatda olsun, yoki qilgan ishlar mukofot erishish, yoki jazoga uchrashda olsun, yoki jannat kirish, yoki do'zax kirish bo'lib qolsin, er bilan ayol o'xshash darajada. Xo'sh. Bu jannatga erlar kiradigan, ayollar do'zax kiradigan unda hukm yo'q. Yoki mukofotning ko'proq qismiga kishilar erishadi, jazoga ayollar erishadigan unda ko'rsatma yo'q. Hammasi o'xshash. Bunga nechilagan dalillar va buning oyatdan birini misol olsak, xalaqakum min nafsin vahida. Alloh sizlarni bir jondan yaratdi. Ya'ni aslingni bir, otangni bir, onangni bir o'xshash unda bo'lgan. Xo'sh. Va xalaqa minha zawjaha. Alloh inson o'zining juftini yaratib berdi. Bu orqali nurg'unlagan er ayollarni yaratdi dedi. İslam ayollarninki erlar bilan mas'uliyat jihatda, salohiyat jihatda, hatto ijtimoiy farzlar sohasida barobarlik qoidasini bayon qilgan. Xo'sh. Bu yuqorqi deganimizdan sirt erlar va ayollarning mas'uliyat, salohiyat, ijtimoiy biz siyosiy tarbiya keyin to'xtalamiz. İjtimoiy farzlardimi barobarlik qoidasini o'tirib qo'ydi. Buna neçilgan oyatlarni dalil qilish mumkin. Bunun qatoridan vel mu'minuna vel mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Xo'sh. Mu'minlar, kishilar, mu'min ayollar bir-biriga egadi. Bir-biridan mas'ul. Mu'min er, mu'min ayoldan, mu'min ayol, mu'min erdan mas'ul. Bir-biriga ega chiqish lozim bo'ladi. Bir-biriga yordam berish lozim. Bir-birini qo'llash lozim. Yani ijtimoiy mas'uliyatda ikkilasining o'rtaq mas'uliyati bor. Ya'muruna bil ma'ruf dedi ayet. İkilisi o'xshashlar yaxshi qilib buyuradi. İkilisi o'xshashlar yanhauna anil munkar, yomon ishlar, nachar ishlarni oldidan olishga harakat qiladi. İkilisi o'xshashlar namoz o'qiydi, zakot berdi. İkilisi o'xshashlar Alloh va payg'ambarga itoat qilib yutiyunulloh va rasululloh ulaika sayarhamulloh. Mana bular Allohning marhamatiga, Allah'ın rahmetiga erişir. Yani Allah'ın merhametiga erishish, Allah'ın razılık erish, Allah'ın cennetiga erishish o'xshashlar bu yerda mu'min erlarga, mu'min ayollarga o'xshash nisb bo'ladi. Yani bularning bir ijtimoiy mas'uliyat o'rtakligi mana boshqa har xil sohada, har xil maydonda barobarlik qoidasining cho'ng bir dalili. Xo'sh. Qur'on Karim yana ayollarning erlar bilan huquqi barobar ekanligini alohida ta'kidlab, "Va lahunna mislul lazi alayhinna bil ma'ruf" deydi. Ayollarninki o'taydigan qanchalik majburiyat bo'lgan bo'lsa, oladigan yana oshishlik huquqi bor deydi. Bu umumiy qoida. Buni xos qilgan bir dalilkasi xoslashuv agar undan bo'lmay qolib qolsa, bu qoida umumiy holatda turaveradi. Ya'ni ayollar qanchalik majburiyat o'tsa, uning badalida, uning qarshisida erishadigan uning huquqlari bor deydi. Bu ilohiy ko'rsatma, iymon masalasi, aqida masalasi bizga nisbatan bu xo'sh yaxshi qildigan, xo'sh yoqmasa qilmaydigan masala emas. Iymon, e'tiqod masalasi. Peygamber Aleyhisselam'ın erlarniki ayollar bilan barobar ekanlik qoidasini bayon qilib, innaman nisa'u shaqaiqur rijal. Ayollar erlarning yarmidir. Yani kishi ayol bilan butun bo'ladi. Ayol kishi kishi bilan butun bo'ladi. 50 da 50. Bir yerda 60 da 40 ni yoki 70 da 30 ni ifodalaydigan unday gapni ishlatmadi payg'ambarimiz. Yerim dedi. 50 da 50. Demak bu yerda bir-birini to'liqlash, bir-birini mukammallashtirish iborat bunday bir barobarlik var İslamda. G'arb dunyosiga o'xshash kishi ayol bo'la oladigan, ayol kishi bo'la oladigan u darajalik emas. Islomliksa bir-birini mukammallashtiradigan, bir-birini to'liqlaydigan, bir-birini kuchlantiradigan bunday barobarlik bor. Bu yerda mas'uliyat kishi mas'uliyatni ado qilsa, ayol kishi mas'uliyat ado qilmay qolsa 50% to'xtab qoladi. Mayli bu shaxsiy ahvollarda bo'lsin, ijtimoiy ahvolda bo'lsin, oila hayotida bo'lib qolsin, mas'uliyat ikkisi o'rtaqdir. Bu asli qoida barobarlikdir. Lekin bu yerda ayollarga qarata ba'zi bir farqlar bor. Ba'zi bir xususiy ahkamlar bor. Ya'ni bir ayrim bir holat. Lekin umumiy qoidada er bilan ayol islomninki prinsipida barobarmiz barobar. Xos kelgan hukmlardan boshqa. Masalan, xos kelgan hukmlarni misol olsak, miras erish masalasi kelgan vaqtida kishi ayol kishi qarg'an vaqtida ko'proq haqqi erishgan bo'lsa, bu kishininki fazilatidan emas. Kishining kishi bo'lganligidan emas. Kishining kuchli bo'lganligidan emas. Yoki kishining yonimchi bo'lganligidan emas, balki kishining mas'uliyatining og'irligidan oladi. Demak, kishi ayol kishidan miras masalasida
keyin tafsila to'xtalamiz. Qaysi yerda kishi ko'p oldi, qaysi yerda ayol kishi ko'p oldi degan masalada. Xo'sh. Kishi ayol kishidan meros biroz ko'p olgan bo'lsa, bu kishi o'g'anlik uchun emas, balki mas'uliyatninki badaliga, mas'uliyatni qarshi bilgan haq. Ya'ni o'taydigan majburiyatning ig'irligidan tang polin saqlash uchun yo'l qo'yilgan bir tuzum. Biz bu haqda tafsilot haqida keyin to'xtalamiz. Shu bu yerda xusus kelmagan hukmlar, masalan ayollar xos bir qism hukmlar va buningdan sirt xusus kelmagan hukmlar, ya'ni umum hukmlarda ayollarni farqlantirib muomala qilish yoki erlar bular afzal deb muomala qilish qat'iy to'g'ri emas. Chunki er olsun, ayol bo'lib qolsin, ilohiy buyruqlarga amal qilishda, ilohiy cheklimlarni yenishda er bilan ayol o'xshash darajada. E'tiqodda o'xshash, ibodatda o'xshash, axloqda o'xshash, kimlikda o'xshash, qimmat qarashda o'xshash, musulmondachilikda, dindorlikda o'xshash, ijtimoiy siyosiy mas'uliyatni ado qilishda o'xshash. Bu yerda er ayol orasida afzallik bor desa, faqatlab afzallik dinimizda ko'rsatgan keskin bir hukm o'g'an bo'lsa, qaysi taqvo bo'ladisa, qaysi Allohdan ko'p qo'rqsa, qaysi payg'ambarning ko'rsatmasi bo'yicha yashayolsa, bu ilg'or. Uning jinsiniki erkaklikka burti va burti e'tibor qilinmaydi bu yerda. Faqat taqvolik, ya'ni ilohiy ko'rsatmaning taqozosi bo'yicha yashay oladigan odam bo'lsa, er bo'lsin, ayol bo'lib qolsin, fazilat shuning tabi. İslamning falsafasida ayollar tamamen tanlash huquqiga ega. To'liq ixtiyorlik ega. İslam kirmagan bir inson bo'lgan bo'lsa, dinini tanlash huquqiga ega. E'tiqod erkinlik nuqtasidan. Erkakdigan bo'lsa, ani tanlash huquqiga to'liq tanlash. Birar kasb, birar hunar o'rganadigan bo'lib qolsa, o'ziga munosib sharoitiga uygun keldigan bo'lsa, uni tanlash huquqiga, tamamen tanlash huquqiga kishiga o'xshash. Kishi o'zining qilmishlaridan, ish harakatlaridan hisob bergandek ayol kishimi o'xshash darajada hisob berdi. O'zining qilmishlari, etmishlaridan hisob berdi. Kishiga tava bo'lgan deb uni qo'shilib ketmaydi. Chunki Qur'on karimda va allaysa lil inson illa ma sa. Inson nima ish qilsa, qanday harakat, qanday faoliyat qilsa, shunchalik natijaga erishadi. Birisining mas'uliyati yana birisiga bu yerda yuklanmaydi. Va Alloh taziru vaziratu uzra ukhra. Bu yerda kishininki xatolik ayol kishining xatoligi kishi yuklanmaydi bizning dinimizda. Kishi o'zining qilmishlaridan mas'ul, tanlashlardan mas'ul, ayol kishi o'zining qilmishlaridan, tanlashlardan mas'ul. Bu islomninki ayollar bo'lgan ko'z qarash. Ammo afsuski islom dunyosida bir qancha asr ilgari, balki 1-2 asr ilgari edi. Yoki orlab yuz bergan ahvollar edi. Aqliy ijtihod to'xtab, taqlidchilik bazatib ketgan bir zamonlar bo'lgan. Bu vaqtlarda ayollarga tava shar'iy hukmlar murakkablashtirilgan, yoki murakkablashib ketgan. Aqliy ijtihod to'xtab qolib, taqlidchilik baza topgan zamonlarda ayollarga munosabatlik shar'iy ahkamlar murakkablashib ketgan. Hem ijtimoiy va siyosiy vaziyatninki g'altig'ashda ta'sirlarga uchrab, xato tushuncha, xato tasavvurlar bu yerda yuz bergan. Ammo islomning ko'rsatmasi emas. Xo'sh. Ko'plagan musulmonlarga qarasak, bu tushuncha krizisi bor. Dunyoning ko'plagan sohalarida, ko'plagan ellarda tushuncha krizisi. Aqliy qatmanlik. Bu ikki omil shar'iy hujjatlarni, Qur'onda kelgan va payg'ambarimizning ko'rsatmalariga kelgan shar'iy hujjatlarni ishlatmaganlikdan, amal qilmaganlikdan, uni amaliy hayotda tatbiq qilmaganlikdan ayollar ilm ma'rifatda va ta'lim tarbiya sohasida orqaga chiqgan. Nima uchun bugun kunlikda bu ayollar o'zining rolini ado qila olmaydi? Nima uchun bugun kunlikda Imom Buxoriyni onasi o'qitib, ashunda katta bir olim qildi ekan. Ibn Taymiyaga o'xshash katta mujtahidlarni onasi cho'ng qildi ekan. Yana necha yilg'am misollar. Buningga o'xshash olimlar nima uchun bugun kunlikda chiqmaydi? Nima uchun bugun kunlikda onalar bolalarni joyida tarbiyalayolmaydi? degan bu savol balkim har bir ota-onaninki kallasiga kirishi mumkin. Yoki tarixni az to'la bilgan, yoki bugungi bizning beshimiz kelayotgan bu qiyinchiliklarga qarta bu ayollarning ishidan bir ilmlik, ma'rifatlik, yiroqni ko'ra oladigan, bolalarni yaramliq tarbiyalaydigan bunday onalar nima chiqmaydi degan savol chiqdi. Buning sababi mana bu şey. Dinimiz, yani dinimizning manbasi Qur'on, sunnet o'qinglar dedi. O'qitinglar dedi. Tafakkur qilinglar dedi. İzlaninglar dedi.
Xo'sh. Ammo qatmanlıq davrda, aqliy qatmanlıq davrda, tushuncha krizisi yoki ideya krizisi yuz bergan davrlarda ilm ma'rifat sohasida ayollarga yetarli darajada o'rin berilmagan. Ta'lim tarbiya sohasida ularga fursat berilmagan, tashabbus qilinmagan. Bu sababdan ayollar ilm ma'rifatda mahrum qolgan, ta'lim tarbiyada oxir qolib qolgan, ongsiz, bilimsiz qolib qolgan. Hatta ba'zi vaqtlar siyosiy mustabidlik yuz bergan bo'lsa, bir allarda eng uning ig'ir ziyonkashlik uchirg'ich kim bo'lgan desa, ayollar bo'lgan. Hatta bir qism islom dini bergan huquqlardan xato urf-odatlarning yoki siyosiy mustabidlikning sababidan cheklanib o'tish kelgan. Bu reallikmiz, reallik. Natijadan bu desa, ayollar ilmiy sohada, tarbiya sohasida, ijtimoiy va siyosiy sohada, hatta jihad sohasida maydondan chekingan. Maydonda bazı maydon yo'q. Xo'sh. Bu Qur'on sunnatning ro'y uyumiz emas, tamamen xilaf. Yani bu yerda bir xato tasavvur, xato tushuncha, ideyadagi xato tushuncha, aqliy qatmanlik, shariatning asli hujjatlaridan chatnab ketish, bu ayollarning rolini, ayollar qarta islomning tasavvurini xunuklaştırib qo'ygan. Amaliyat qarsak, islomning Qur'on sunnatdan iborat asli manbalarda ayollarning e'tiborini tushiradigan, ayollarni kamsitadigan yoki ayollarning huquqini ta'sir kuchiradigan yoki bu ayol bo'lganlik deb ayrimchilik qiladigan bunday ahkomlar, hukmlar mavjud emas, yoki qonun mavjud emas. Xo'sh. Balki Qur'on sunnatda yuqorida o'ttirib qo'ygan, bir qismini o'ttirib qo'ydik. Yuqorida o'ttirib qo'ygan umumiy ramka, umum prinsip ishi tushunishlik bir qism chor tadbirlar bor. Bir qism ayollar xos ba'zi bir oz sonda, sanag'in bo'lgan oz sonda ahkomlar. Bundan iborat. Uningdan boshqa ahkomlarda er bilan ayol o'xshash darajada barobarlik ega bo'lsa ega. Bu chor tadbirlar yoki ayollar xos hukmlar haqida biz ayrim programmada to'xtalishdik. Allah razı olsun. Hakikaten mukaddimi şekilde nayeti tefsili düşündürler. Hem de şu ayallarının İslam'daki oruna kandak. İslam ayallarını insan bulup dedi. İnsanı insan. Başkalarına okşaş. Yakın kadar. Mel paravetni misal qaldı, yoki uningdan boshqa ilgirkilarni Thomas G'arbning paylasi misal qaldı. Bu insonmi, inson emasmi? Degan o'xshash xiyol dunyosi cho'klab yurgan. Ammo islom dini maydon kelgan tartib 1900 yil ilgari Qur'onning o'zida ayol inson bo'lib bilan hurmatga ega edi. İnsanlı bo'ldi, hurmatlandi bu deydi. Qani hurmatlandi, aqli hurmatlandi, jani hurmatlandi, izzat, obro'y, mol-mulk hamma narsa hurmatlandi dedi. Hurmatga ega. Ona o'li sifati bilan hurmatga ega ayol kishi. Qiz o'li sifati bilan hurmatga ega, ot-singil hammasi bo'lish bilan hurmatga ega. İslomningki keskin, aniq ko'z qarashi. İslom ayollarga insof bilan muomala qilgan. Adolatsizlik qilgan yoki ayollar boshqalar da'vo qilayotgandek, sartlashtirayotgandek zulm qilgan ish mavjud emas. Balki islom dini ayollarni erning yarmi deb qarab yuqori degandek. Hadis sharif degandek, kishining yarmi. Kishining iymonini to'liqlig'ichi deydi. Xo'sh. İslam dini ayollarni kishining iymonini, axloqini butunligichi deydi. Ya'ni to'y orqali insonning tabiiy xarakteri to'y orqali sağlam bir ayolga, to'g'ri bir ayolga erishgan vaqtida iymoni butunlandi dedi. Axloq butunlandi. Agar to'y qilmay qolib qolsa, inson xarakterdagi shayton u bu sababdan xato yo'lga menib ketishini oldini oladigan eng chong qo'rg'on. Xo'sh. İslam dinimiz ayolni erning yerimi, kishining iymonini mukammallashtiruvchi jamiyatning yerimi deb bundan muomala qildi. Bu sebepten ayollar hukukuna başka medeniyetlerden neçe asır ilgiri Allah burun ayollar hukukuna İslam oturup koygan, bayan qilib bo'lgan, berib bo'lgan. Bu haqda gap ketmaydi. Bugun kunlikda xuddi bu nimaga o'xshaydi desa, bir qismlarga bu yer misol tariq qismini bilsak, masalan Uyg'urlar madaniyatsiz. Kim dedi buni? Xitoy deydi, tajovuzchilar. Tushunishini, madaniyatsiz. Qalaq, tarixi yo'q, olimlari yo'q. Tarixda bir davlat qurib boqmagan, biqin davlat yashab kelgan.
Bularning hammasininki bir rostchilik ehtimollig'i faqat yo'q. Hammasi yolg'onchilik. Nima uchun bu gap o'tirib bo'lsa, millatning ma'naviyatini, millatning o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotish, millatning kimligini qimmat qarshi tamoman vayron qilish uchun bu fitna fasodlar o'tirib chiqib, millatni majburiy psixik jihatdan, ideologiya jihatdan mag'lub qilmoqchi. Shunga o'xshash islom ayollar zulm qilib ekan, islom ayollarning huquqini bermabdi ekan, u qilib ekan, bu qilib ekan deganga o'xshash. Bu fitna fasod sharq dunyosida emas, g'arb dunyosidan chiqadi. Sharqshunoslarning g'arbninki o'z zamonidagi islom dunyosini elib borgan mustamlika, ishg'olchilik harakati o'ttirib chiqqan. Xuddi Xitoyning bizning hozir qilayotgan sapsatlarga o'xshashlar bir sapsat. Reallikdan amaliyot asosan hech qanday asos yo'q. Buni bilmaganlar rost o'xshamamdi, faloni faylasuf degandan, faloni professor degandan amaliyot hammasi %100% islomninki Qur'on sunnatdan iborat asl dalil bo'yicha quruq yolg'on gapdan iborat. Biz bu vaqtda ayrim to'xtalamiz ayollar to'g'risida qo'zg'algan ya paydo bo'lgan shubhalar degan temada. Islom ayollarning aqida jihati bo'lsin, eng muqaddas deb qaralgan. Xo'sh. İnsanın kimligini belirleyen aqida jihati bo'lsin, ibodat jihati bo'lsin, yoki axloq jihati bo'lsin, yoki ilm ma'rifat jihati bo'lsin, yoki qimmat qarash jihati bo'lsin, yoki jihati bo'lsin, yoki siyosiy va ijtimoiy mas'uliyatlar bo'lsin, erlar bilan o'xshash darajada hukm chiqadi. Bu birasining gapi emas. Birar olimning gapi emas, birar mollaning gapi emas, Qur'onning hukmi bu. Qur'on-i Karimda men amina minkum min amali, men amila salihan min zakarin aw unsa. Kim yaxshi ish qilsa, yaxshi qiluvchi bir yerda er olsun, ayol olsun, yaxshi qilib qolsa, falanuhiyannahu hayatan tayyib. Bir sharti u yerda yaxshi qiluvchi mu'minlik holatida, musulmonlik holatida. Bir odam yaxshi qilsa, er olsun, ayol bo'lib qolsin, biz uningga isil hayotni va'da qilamiz. Uning bu dunyodagi hayotim yaxshi bo'ladi, u dunyodagi hayotim yaxshi bo'ladi. Şart emel qilish bilan, iymon asosida ish harakat qilish bilan bu dunyodan baxt kelishadi, u dunyodan baxt kelishadi. Bularning mukofotini hassalab beramiz. Bu umum qonuniyat. Bu birisining gapi emas. Aqidada o'xshash, ibodatda o'xshash ayol, axloqda o'xshash, qimmat qarashda o'xshash, kimlikda o'xshash, ish harakatda kim qila olsa, unga o'xshash. Natijada o'xshash. Bu islomning keskin ko'z qarashi. Bu sizningki unda tasavvurdagi gap emas. Shu falonlikka topgan yovdaqlar bu yerda hech qanday qimmat qarash to'xtam. Nima uchun ham bugun kunlikda ijtimoiy sohada, siyosat ayol yo'qsa biz bu vaqt ayrim to'xtalamiz. Biz buning bir qismini yuqorida ishorat qilib o'tdik. Xo'sh, xo'sh. Islom ayollarni ona bo'lish sifati bilan dunyo tarixida, bugun qadar dunyo madaniyatida ko'rilib boqmagan darajada hurmatligan. O'rnini, maqomini, sharafini nəhayət yüksək dərəcədə ko'targan. Bugun qadar 21-asrda hech qanday bir madaniyat, hech qanday bir davlat tarix ayollarni ona bo'lish bilan islom o'sha unda hurmatliga yer. Bugun qadar yo'q. Xo'sh. Bugun kuni g'arb dunyosi uni buni deydi. Kichikini qilib qo'ysa salomlashib turib olib qo'yib, xolos o'l deydi. Ammo islomda ona bo'lgandan tortib, ta bu dunyoda o'lib ketgan qadar uning yaxshi muomala qilish, holdan xabar olish, beqish bu balaning majbur. Bosh tortib bo'lmaydigan iymoniy majburiyati. E'tiqod majburiyati. E'tiqod bilan chatishlik. Xo'sh. Ba'zi deyish mumkin, nadan topdi. Qur'oni Karim qiladi. Va qada robbuka alla ta'budu illahi. Alloh taolo vasiyat qiladi. Allohning hukmi, Allohning keskin vasiyat. Allohga ibodat qil dedi. Iymonga buyuryapti, tavhid qil. Ikkinchi ish nimasi? Ota-onaga yaxshilik qil dedi. Alohida Qur'oni Karim topiladi. E'tiqod masalasidan qatqasa, Alloh ishonish masalasidan qatqas qildigan ish ota-onaga yaxshilik qil deb, endi bu onaninki qo'saq ko'tarish jarayoni tatqan ahvollarni bir-birlab bayon qiladi. Demak, bu masalani e'tiqod masalasi bilan tavhid masalasidan tang bir qatorda qo'yadi. Bu madaniyat islomda bundan boshqa nima bu? Qaysi bir madaniyat, qaysi bir falsafa bu onani bunday hurmatlaydi? O'lib ketgan qadar bütün eg'irchiliklarni vaysimasdan yoki xabunmasdan, eg'ir ko'rmasdan ibodat deb qaraydi. To'g'ri. Bu dinimiz cennet girişinin yolunu ota-onaning roziligi bog'lagan din. Mana qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz insoniyatning rahbari bo'lgan payg'ambarimiz onaga yaxshilik qilishda, dadaga yaxshilik qilish uchun 4 daraja oldi qo'ygan, yoki 3 daraja o'tirib qo'ygan. Oldi qo'ygan. 3 qatim ana dedi-ku. 3 qatim. Kimga yaxshilik qilmas? Anang birinchi.
ikkinchi qatimda yana anang, uchinchi qatim, to'rtinchi o'rin kelgan chaq endi dadang keladi. Onaning o'rnining shukrligi, onaning hurmatining shukrligini mana mishallik ko'rib olgan. Hatta Peygamber Aleyhisselam cennet onunu razı kılışık bağlılık dedi. Gerçi başka hadislerde ata anını razı kılışık bağlılık degen bolsun. Ayrım bir hadiste cennet girmezsen ananı razı kıl. Yani hata çıkıp buyursa yakanmayız. Ama doğru çıkıp buyursa ananı razı kılış, onun halden haber alış. Bu iman meselesi. Cennet girişinin açıkışı bu dedi. Hoş. Bunda bir nazariye, bunda bir tasavvur, bunda bir felsefe, yani dünya göz karış başka bir medeniyette mevcut emas bugün günlükte. İslam ayollarni qiz bola sütü ulama alaydı hürmetliğin. Başka bugün günlükte bazıları onu bunu dep çıkan bilen 50-60 yıl bir asrın var. İslam meydan kağıt kız sütü de hürmetli. Kız da Allah'ın büyük nimeti dep karan. Ailenin gülü dep itibar karan. Ve cennet girişinin açık kuşu dep baha vergen. Kız var. Yani Peygamberimiz Hadisler var. Peygamberimiz hadis-i şeriflerde kızlar yaxşı muamele kılış. Kızlarını asıraş. Qizlarni tarbiyalash, ilm ma'rifatli qilish, ularni yaxshi odam qilishda kuch chiqargan odamlar yuqori baho berib dedi. Buni tashabbus qilib dedi qarang. Payg'ambarimizda kimning 3 qizi bo'lsa, bu 3 qizni baqish, cho'ng qilish, ularni ilm ma'rifatli qilish, tarbiyalashda qanchalik jafo uchirgan bo'lsa, sabr qila olsa, bu qizlar 3 qizlar o odamning jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Yani bir hadiste o adamın dozaq girişini saklap kalıdı dedi. Tosalık olurdu. Bu hüccet mi? Sayı hüccet. Enik mis? Enik. Demek bir kızını aman gördüğün, kızı olup kalsın mayta atıdığın, benim kızım olup kaldı, 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu diyen koşuş. Bu İslam'ın göz karşı emez mi? Ya kız balını töven gördüğün, ya kız balını ayal sütü bilen hakaretlediğin, bunda bir nazariye İslam'ın asli menbesi olan Kur'an sünnette mevcut emez. Şu cahiliyet kızlar aşında qaraydigan bir cahiliyet devrida islom kelib o'ylab baqsaqani shu davrda qiz tug'ilib qolib qolsa uning nihoyatda ko'ngli bo'lib hatto kun bitadigan bu cahiliyet davrida islom kelib shu butun bu rezillikning manbasini yıldızını quritib tashladi aslida bu bergan hurmat bilan amaliyotda. Halbuki bugungi zamonda bizning ba'zi tarixni obdan tekshirmagan, tadqiq qilmagan ilm ma'rifat dunyosiga falsafaga cho'nqur cho'kmaganlar Garipninki yoki nima deydi? Qiziquvchilar deydi. O'zining kimligini, qimmat qarashini yo'qotgan hayronchilar. G'arib hayronlar. Hayronlar. Bu ayollarning huquqini davran salavatgan bu Hristiyan g'arb dunyosi bir 2 asr ilgari Fransiya inqilobi 17-asrning oxirida bo'lgan bo'lsa, uni ilgirki zamonlar qarasak, yaqin davr qadar, hattoki yaqin uning keyingi davrlarning ayollarni shayton deb sifatlaydi. Inson emasmi? Şeytan deydi. Yani bir kısım feylasifleri bu yerim insan mı deydi. Her kişi okşaş, bunda salayet yok deydi. Yani bazıları her kişinin kulu deydi. Yani bazıları bütün yamanlıkның, musibetinin ki sebepçisi deyip qaraydı. Bu garip dünyasının ki göz karşıydı. Hem İslam gelgen vaxtıda yukarıdan sık İslam ayallarını, ayal bolu süptü veren hürmetli. Ayallarını ailenin melikisidir. Ayollarni aileninki asosidir. Yaramliq bolalarni tarbiyalashninki asosidir. Erninki yordamchisidir. Baxt saodatninki ochqishi deb baho berdi. Bunaqa nechilgan dalil akasi Qur'oni Karimda litaskunu ilayha. Nechilgan bunaqa hadis shariflar, oyatlar bor buni. İslam yana ayollarning erlar ustidagi maddi ve manevi hukuklarını tersiptir belgildi. Hoş. Başka kanunda babı yok. İslam erlerinin ayollara ada kılışlık işlik mecburiyetlerini ya ki ayollarının erler üstündeki maddi ve manevi hukukunu terz edip kar. Mesela toy kıyga vakti dedik. Maddi cihetlik, toylıktan tartıp, yemek içmek, kiyim keçek, tural kucay bu kişiden üstündeki bir mecburiyet. Ondan sonra köngül meselesi var. İslam din buna. Yaxşı muamele qilish, ko'ynib muamele qilish, siyliq muamele qilish, mehr verish, asrash, azab vermeslik, hakaretli meslek, kamsitmaslikdan iborat. Bu ma'naviy huquqning dinimiz persiptiri belgil. Bu ixtiyoriy bir ish emas. Men xolisam qilaman, xolisam qilmayman. Menga aqish maylam tuqa diyolmaydi. Musulmon diyolmaydi uni.
Yani bir fasık olsa, ya İslam'ı düşünmeydiğin birisi olsa deyişi mümkün, ama İslam'ı düşüngen birisi olsa diyemeydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim keskin kalıp bir yerde ve aşiruhunna bil ma'ruf. Xuddi ayollarningki kiyim kiyishga qanday ko'ngil bo'lgan bo'lsang, mening majburiyatim, erkaklik majburiyatim, turalg'i joyda erkak majburiy degan bo'lsanglar, yaxshi muomala qilish, siyliq muomala qilish, hurmatlash, qadrlash, hurmatini qilish bu iymoniy majburiyat. Yani Peygamber Aleyhisselam bir yerde erkekler qarta bir bahasıptı dedi onun için. Yaxşılıqqa erişken var dedi. Hayrukum dedi. Şərəfə erişken var. Ya özünü mən yaxşımı, naçarımda bir tarazı səp baqqan var dedi. Tarazı salam bolsan, yaxşılıqla ölçümü. Xotmanğa yaxşı muamele qılarsan, ailənə balçağına yaxşılıq qılarsan, sən yaxşı vaxtdır. Mescidde 5 vakit namaz toluk çıkan bolsan mı, tahajjud kılgan bolsan mı, xotdan zulüm kıldıgan, urdugan, hakaretleydigan, kemsizdigan, yoki maddi hukukunu vermeydigan, yoki ko'ngil hukukunu qandıramaydigan, yoki ruhi hukukiga amal qilmaydigan bolsan, sen yaxshi emassan. Bu mening so'zim emas, payg'ambarimizning so'zi. Xayrukum. Eng yaxshi o'g'ilinglar ayoliga, oila balchaqsi yaxshi muomala qilgan. Bu kaskin hujjat. Kaskin prinsip bu masala. İslam yani ayollarning mustaqil iqtisodiy egidorchiligini qo'g'digan berdi. Boshqalar yaqin davrda yo'l qo'ygan biz qonunlashtirib, islom maydonga kelgan tartib ayollarning iqtisod egidorchilik huquqi bor. Miras ola oladi. Boshqalar yo'q degan bo'lsa, shayton o'bu degan bilan miras ola oladi. Savdo setiq qila oladi. Sovuq qila oladi, hadiya qila oladi, zakot bera oladi, o'zining xusus mol mulkidan, xusus mol mulki to'g'ri yo'llar ishlata oladi. Vaqf qiladi. Qatorliq burmoch qonunlarni o'tirib qo'yganlik. To'y qilgandan keyin ayollar nisbatan unosat yem-ichmak, kiyim-kechak, oila turalg'idan tortib bu mas'uliyatni davomlashib hammasini kishining ustiga yuklagan berdi. Demak, buning hammasi ayollarningki hurmatini qilganlik, ayollarningki qadrini qilganlik. Ayollarning ustidagi yukni yengillatganlik. Uyning malik ustida o'ziningki tarbiyatchilik, onalık vazifasini qilsin. Yani bu herkesmi qandaydir sirtda xizmat qilsa, yoki ishlash bo'lmaydiganligini ko'rsatmaydi. Hurmatlaganlikni ko'rsatadi. Ham ayollarning ilmiy sohadagi, ijtimoiy siyosatdagi huquqlari haqida ayrim bir programmada to'xtalish tegish, chunki bu cho'ng bir doira. Demak, biz xulosasak, islom fazilat sohasida. Ayollar ortiqchilik, fazilat sohasida bu erkaklik, ayollik degan bu sifat e'tibor qilmaydi. Fazilat, ortiqchilik, ilg'orlik degan sahada erlik, ayollik bu sifatni e'tibor qilmaydi. Bilamiz. Bu yerda e'tibor qoldig'ini aqida, ibodat, axloq, qimmat qarash, ish harakat, tirishchanlik, mas'uliyatchan bo'lish. Bu e'tibor qilindi. Xulosalag'an vaqtimizda inna akramakum indallohi atqakum. Eng isli o'g'ini, eng fazilatli o'g'ini, hurmat sazovor o'g'ini, qimmat yuqori o'g'ini Allohning nazarida eng sog'lom, samimiy bo'lgan musulmon. Bu mana islomniki ayollarga bergan o'rni, e'tibori bundan iborat. Xo'sh, ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Birinchi mencha mishada oxirlashtiraylik. Inshaalloh bu temamiz oldimizdagi bir qancha saniya davom qilg'achqa vaqtimiz bir beribdi. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi bu temamizningki bir muqaddimasi sifatida nihoyat meg'izliq kirish bo'ldi deb qarayman. Inshaalloh oldimizdagi sonlarda yana buningga munosabatlik texmi cho'nqur taraflar kiramiz inshaalloh. Haqiqatan ayol hemşehrilerimiz, erlerimiz albatta en başta anlaş gerek olan ve İslam dinini to'liq tushunmagan ya quloqdan anglagan o bu gaplar bilan xuddi islom ayollarni turmuzlab qo'ygandek dinimiz uning erkinligini, uning nurg'un huquqlarini bosidigan, hatto zulm qiladigan bir dindek tushunchaga bo'lib qolgan, dinni tuvanayt az tushundigan hemşehrilerimizmi bu dinimizning haqiqiy manbasidan ko'rgan vaqtida, o'rgangan vaqtida dinimizning qanchalik qiz ayollarimizga hurmat bildirganligi, uni qanchalik asirganligi, nadin qandaq bir ahvoldan qandaq bir holatga chiqarganligini
minglarcha materiallar bo'lsa kerak ham degan oldimizdan to'rdimi. Demak, inshaalloh haqiqiy shaklda oldimizga sonlarni texambak cho'nqurlab tushunishga tirishimiz. Allah subhanahu va taala ömür verse aldığımızdaki sandık görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.